14-misol qanaqa ishlanadi? 14-misolimiz ham mana bunaqa. Ya'ni sinus x funksiya berilgan bo'lsa qanaqadir tasavvur qiling. Aniqlanish sohasi qanaqa edi? Sinus x funksiyani aniqlanish sohasi oddiygina minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'ladi aniqlanish sohasi. Xo'p, minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha bo'lar edi. Endi qiymatlar sohasi sinusning qiymatlar sohasi qayerdan qayergacha bo'ladi? Minus 1 dan katta yoki teng, 1 dan kichik yoki teng bo'ladi. Xo'p, endi diqqat bilan e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu funksiyaning qiymati. Ya'ni aytaylik minus 1 dan katta yoki teng sinus x 1 dan kichik yoki teng bo'lar edi. Sinus x ning o'rniga o'shani olib kelib qo'yamiz. Ya'ni minus 1 dan katta yoki teng 2b minus 3 taqsim 4 minus b kichik yoki teng 1 dan. Endi nechta butun qiymatli yechimga ega bo'ladi degan joyda buni 2 marta ishlaymiz. Ya'ni birinchi ishlaymiz 2b minus 3 taqsim 4 minus b katta yoki teng minus 1 dan, 2b minus 3 taqsim 4 minus b kichik yoki teng 1 dan deb. Xo'p, bu bo'yicha ishlasak, endi 1 ni bu yoqqa olib kelamiz. 2b minus 3 taqsim 4 minus b plus 1 minus 1 bu yoqqa plus bo'lib keladi. Katta yoki teng 0 dan. 2b minus 3 taqsim 4 minus b minus 1 kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Umumiy maxraj berib yuborsak 4 minus b 4 minus b. Endi diqqat bilan e'tibor qaratasiz. Xo'p, 2b minus 3 4 ni ko'paytirsak 1 ga 4 minus b taqsim 4 minus b katta yoki teng 0 dan. Bunisi 2b minus 3 umumiy maxraj berib yuboramiz. Minus 4 bo'ladi, chunki 4 ga minus 1 ni ko'paytirsak minus b ga minus 1 ni ko'paytirsak plus b taqsim xo'sh 4 minus b 0 dan kichik yoki teng 2 bo'lib qoladi. Endi soddalashtiramiz. Qanaqa soddalashadi? 2b dan bitta bni olib tashlasak b, plus 4 dan 3 ni olib tashlasak 1 taqsim 4 minus b 0 dan katta yoki teng. Bunisi esa 2b ga bitta bni qo'shsak 3b, minus 3 ga minus 4 minus 7 taqsim 4 minus b katta yoki kichik yoki teng 0 dan. Shu holatni eslab qoling. Shu holat turib tursin. Qolgan holatlarni o'chirib tashlayman. Ya'ni ko'rdingiz. Endi shu holat davom ettiramiz. Xo'p. Davom ettiradigan bo'lsak, do'stlar, yaxshilab e'tibor qarating. Hozir o'chirib bo'laylik. Xo'sh. Demak, buni mana shunaqa qilamiz, belgilab olamiz. Mana bu yerga olib kelib turib tursin. Nimaga bu? Buni belgilashimiz kerak ekan. Xo'sh. Mana bunisini o'chirib tashlaymiz. Xo'p. Demak, endi buning o'zini ishlaymiz. Ya'ni b minus 1 taqsim mana bu noma'lumning oldi manfiy bo'lgani uchun minusga ko'paytirib va bo'lib beramiz. Undan kichik yoki teng bo'lib qoladi. Bunisi 3b minus 7 taqsim bu ham xuddi shunaqa qilamiz. Ya'ni b minus 4 katta yoki teng 0 dan bo'lib qoladi. Endi 0 ga aylantirish nuqtalar. Bu sistema bo'lgani uchun ikkalasi ikkita bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor qarating. Birinchisidan 0 ga aylantirish nuqta 1, ikkinchisidan 1 kiradi, ikkinchisidan 0 ga aylantirish nuqta 4. Xo'p, bu 0 ga qarab turibdi. Plus minus plus. Minus oraliq bo'ladi. Ikkinchisida esa bittasi 4. Xo'p, bittasi 7 taqsim 3. Bu degani 2 dan sal kattaroq. 7 taqsim 3 bu kiradi. Xo'p, plus minus plus. Bunda plus oraliqlar bo'yalyapti. Endi mana bu tugunlardan chiziqlar o'tkazib yuboradigan bo'lsak, diqqat bilan e'tibor qarating. Tugunlardan chiziqlar o'tkazib yuboramiz. Xo'p, shunda 2 marta bo'yalgan joyi. 2 marta bo'yalyaptimi? Yo'q. 2 marta bo'yalyaptimi? Yo'q. 2 marta bo'yalyaptimi? Ha, 2 marta bo'yalyaptimi? Yo'q. Demak, javobimiz minus 1 dan 7 taqsim 3 gacha. Faqat bizlarga aytayapti, b ning nechta butun qiymatli yechimga ega bo'ladi? Xo'p, plus 1 dan edi. 1, 2, ya'ni ikkita qiymatda C javob bo'lar ekan.